Balkim 1,200,000 so'm shu mashinaga ham sarfladik, so'ng zashtasini o'ziga. Xo'p, oldi eshigiga va oldi laboyiga urib berganmiz. Xo'p, har bitta detalini ko'rsatib, hech qanaqa chang-pang, hech qanaqa tushgani yo'q. Ko'z tegmasdan juda idealni chiqdi. Meni o'zim to'g'risi o'ta injiq odamman. Hali nima deydi, pul ketsa ketsin, obro' ketmasin deydigan odamlardanman. Ishtobi chatoq bo'lib qolsa, erta diqqatchilik bo'lganda, hijolat bo'lganda undan ko'ra zo'r qilib qo'ygan, yaxshi shoshilmasdan. Xudoga shukr, eshiklari ham zo'r chiqdi. Laboyi ham zo'r chiqdi. Bizning stilimiz o'zi, ishxonamiz stili nima? Kuniga 10 ta qilmaslik kerak, yo bitta, yo ikkita, 3 ta qilish kerak. Yaxshi pulga qilish kerak, yaxshi narsa klientga berish kerak va mashinani zo'r qilib topshirish kerak. Endi xudo xolasa bismillah deb boshlaydi, juda chiroyli chiqdi. Alloh izni bilan akalar duo qilib berasiz, ustamlarni ham xo'p hunar bergan bizga. Xullas bitta oddiy plyonka urish, lekin bunda ham o'ziga yarasha ishi bor. Xullas mana shu mashina qilib chiqarib yuboryapmiz. Xizmatlar bo'lsa o'zimizga telefon qilasizlar, shetdamiz.